Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, bugun Abduqodir Husanov va Manchester City uchun juda ham muhim kun. Bugun 4-fevral kuni Angliya Premyer Ligasi Kubogi 1-2 final javob uchrashuvi Manchester City hamda Newcastle United jamoalari o'rtasida kechadi. Jamoalar Angliyaning Manchester shahridagi Etihad stadionida o'ynaydi. Uchrashuvni Toni Harrington boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. O'yin vaqti esa 4-fevraldan 5-fevralga o'tar. Kechasi Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da Manchester City va Newcastle o'rtasidagi javob bahsi start oladi. Ya'ni bugun do'stlar, ushbu bellashuvda final yo'llanmasining taqdiri hal bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Manchester City o'sha bahsga quyidagicha taxminiy tarkib tushishi mumkin. Donnarumma, Nunes, Gehi, Abduqodir Husanov, Ayet-Nuri, Rodri, Simeone, Oreli, Foden, Silva, Holland. Eslatib o'tamiz do'stlar, Angliya Ligi Kubogi finali 22-mart kuni o'tkaziladi va unda Arsenalning bo'lajak raqibini aynan ushbu bahsdan so'ng aniqlanadi, yoki Manchester City yoki Newcastle. Qadrli do'stlar, bugungi o'yin shunchaki yonadi. Albatta do'stlar, agarda ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada qoldirdim va opisiya orqali ham o'tsangiz bo'ladi. Qadrli do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bugun Bashakshehirning ham o'yini bo'lmoqda. Hozir Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevlar gol urishdi. Agarda ushbu o'yinlarni ham jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Xullas, barcha hamyurtlarimizning o'yinlari jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Barchani Telegram kanalimizda kutib qolaman do'stlar. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, bundan oldingi dasturlarimizda Abduqodir Husanov Manchester City muxlislari tomonidan heytlarga uchraganligi to'g'risida aytib o'tgandim. Bu paytda bo'lsa Manchester City extra.co.uk sayti rasmiy ekspertlari Abduqodir Husanov haqida o'z fikrlarini bildirdi. Abduqodir Husanov markaziy himoyaning o'ng tomonida o'ynaydi, chunki o'zbekistonlik futbolchi har hafta katta o'sishga erishayotganini namoyish qilmoqda. Abduqodir o'zi haqida ommaviy axborot vositalaridagi salbiy fikrlarni rad etib, yoshga Guardiol va Ruben Diyashning noxush jarohatlaridan keyin tarkibga a'lo darajada moslashdi. O'tgan yakshanba Tottenhamga qarshi jamoaning ikkinchi bo'limidagi bo'sh o'yiniga qaramay Manchester Cityning 45-raqamli o'yinchisi Shimoliy Londonning bosh baland tark etishi mumkin bo'lgan sanoqli futbolchilardan biri bo'ldi. U bo'lmaganida Aristogratlar uchrashuv oxirida 3 ochkoni ilib ketardi deb fikr bildirgan Manchester City extra.co.uk sayti ekspertlari. Qadrli do'stlar, men mana shu xabarni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Albatta sizga ham yoqqan bo'lsa, pastga tushib bir dona like bosishni unutmang. Bugungi o'yin uchun esa Manchester Cityning asosiy tarkibi ma'lum bo'ldi. Trafford, Nunes, Abduqodir Husanov, Ake, Oreli, Rodri, Bernardo, Reinders, Foden, Marmush, Semenyo. Zaxiradagilar Donnarumma, Luis Allen, Diash, Ayt-Nuri, Nico, Newpen, Cherki, Holland. Manchester City va Newcastle o'rtasidagi uchrashuv ma'lumoti uchun aytib o'taman. 4-fevraldan 5-fevralga o'tar. Kechasi Toshkent vaqti bilan kechki soat 1:00 da boshlanadi. Finalga chiqqan jamoa hal qiluvchi bahsda Londonning Arsenal klubiga to'qnash keladi. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olqa O'zbekiston o'g'li Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang va agarda bugungi o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni kommentariyada qoldirdim. Hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, Telegram kanalimizda jonli efirni tomosha qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Qadrli do'stlar, bu bugunning o'zida chiqayotgan kanalimizdagi ikkinchi video bo'ldi. Albatta kanaldagi aktivligi uchun pastga tushib, bir dona like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.